Bu hafta ijtimoiy taratqularda Molosulluq Uyg'ur adib va shoir Abdulla Saudning turmadan chiqib jon uzganligi haqida uchurlar tarqaldi. Erkin Asiya radiosining dalillashicha, bugungi davr Uyg'ur adabiyotidagi o'lmas asarlardan Qalliq qirg'oq, Chaqmoq va Dod bosmas qilish qatorliq roman va povestlarning avtori Abdulla Saud 2 oyning oldida kasal sababi bilan turmadan qo'yib berilgan. Turmadan chiqqan yozuvchi yurtidagi yuqum qamalning uzuqlanish va davolanish cheklamalariga bardosh berolmagan. Natijada o'sha oyning 18-kuni 72 yoshida dunyo bilan vidolashgan. Abdulla Saudning minglagan boshqa Uyg'ur adib va yozuvchilarga o'xshash 2017-yili Xitoy tomonidan tutib ketilganligi oshkorlandi. İstanbulda o'rta va to'liq o'rta maktab o'quvchilaridan tanlangan o'quvchilarni sistemlik tarbiyalash va ularni har qaysi sohalarda eng yaxshi universitetlarga tayyorlash maqsadida qurilgan Sarxilla ma'rifiy o'qitishni muvaffaqiyatli davom qilmoqda. 25 dekabr 2021 yili 2022 yillik o'qish bitirish murosimi o'tkazildi. Murosim İstanbul Sabahiddin Zaim Universiteti o'tkazilgan bo'lib, murosimga Sarxilla ma'rifiy qurg'uvchisi doktor Mahmudjon o'z Uyg'ur boshliq barliq o'qituvchilar, Turkiya ichki sirtidan qatnashgan akademiklar va Sarxilla ma'rifining barliq o'quvchilari va ularning ota-onalari qatnashdi. Xitoy atalmış nol Covid siyosatini boşaltgandan keyin o'lguvchilar soni shiddat bilan eshib, jasad ko'ydirish uylari o'chirat bilan to'ldi. Xitoyda kunda 5000 kishining virusdan o'lganligi ilgari surildi. 24 noyabr Urumchi o'tapti keltirib chiqqan keng ko'lamli norozilik harakatidan keyin Xitoy doiralari bu oyning boshlarida 100 necha kundan beri davomlashtirib kelgan nol Covid siyosatini biraqla bekor qilgan edi. Xitoy yana kundalik yuqumlanuvchi sonini e'lon qilishni to'xtatdi. Xitoy bilan egilik huquq to'qinishida bo'layotgan Tayvanda yuz berish ehtimoli bo'lgan Xitoy hujumiga qarshi mudofaa iqtidorini kuchaytirishni asos qilib, majburiy harbiy vazifa o'tash muddatini 2024-yildan boshlab 1 yilga uzartishni qaror qildi. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wenning majburiy harbiy xizmat muddatini 2024-yil 1-yanvardan boshlab 1 yilga uzartirilganligi e'lon qilindi. Xitoyning dunyoning zavodiga aylanish jarayoni 40 yilga yaqin davomlashib, yer sharilashish va ta'minlash zanjirini birlashtirgan edi. Navbatda bu davrning oxirlashayotganligi ilgari surildi. Savdo maxfiyatligi to'g'rining xabariga qaraganda, bu 40 yillik davr Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trumpning Xitoyga qarshi qo'zg'agan savdo urushidan keyin parchalanishga boshlandi. Gerçi bu parchalanish Trump bilan boshlangan bo'lsa-mu, ammo Xitoyga haqiqiy zarba Xitoy virusi yuqumidan keyin bo'ldi. Rossiyaga bo'lgan energiyaga tayinish energiya krizisini keltirib chiqargandan keyin Germaniya jamoat fikrida Xitoyga iqtisodiy tayinishni hal qilish masalasi talash-tartish qo'zg'adi. Germaniya matbuotlarida chiqqan xabarlarga qaraganda, Germaniya iqtisod va kilometni qo'g'dash ministerligi davlatning Xitoy iqtisodiy strategiyasini o'zgartirish uchun harakatga o'tgan. Lekin Xitoyning iqtisod uchun muqimlikni ta'kidlagan Germaniya savdo dunyosi buningga qarshi pozitsiyada bo'lmoqda.